Assalomu alaykum, xayrli kun barchangizga. Sizlar bilan bugun bo'lishmoqchi bo'lgan mavzuyim mana shuncha daftarlarim. Men nima qilaman kun uzog'i, nimalar qilaman, o'sha narsa haqida bo'lishmoqchiman. Undan oldin sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, nima uchun biz o'zimiz xohlamagan hayotda hali ham yashashni davom etyapmiz? Chunki biz o'zimiz nima xohlashimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Chunki biz o'zimizning ustimizda ishlashga erinamiz, dangasalik qilamiz, o'zimizni hayotimizni o'zimizning zimmamizga, o'zimizni mana bu yelkamizga hali ham olganimiz yo'q. Biz hayotimizning javobgarligini boshqa birovga topshirib qo'yganmiz. Biz hali ham kimdandir umidvormiz. Kimdandir xuddi qo'pol qilib aytganda, sadaqa so'ragan kabi kimdir kelib bizning hayotimizni kelib o'zgartirib berishini kutib o'tiribmiz. Aybdor qidiryapmiz. Meni mana shunaqa yashashimga qaynonam aybdor, shunaqa yashashimizga erim aybdor, erim yaxshi pul topmaydi, erim erinchoq, erim dangasa, ota-onam aybdor, ota-onam meni shu insonga turmushga bermaganida edi. Men boshqa insonga turmushga chiqardim, men hozir boshqacha hayotda yashayotgan bo'lardim. Tinmasdan biz vaqtimizni, kuchimizni, energiyamizni, quvvatimizni tinmasdan boshqalarni aybdor qilishga sarf qilib yuboryapmiz. Aslida o'shaning uchun biz hozir o'zimiz xohlayotgan hayotda yashamayapmiz. Chunki javobgarlikni biz hali olishga qo'rqamiz. Mas'uliyatni olishga qo'rqamiz. Chunki mas'uliyatni olgan odam harakat qilishi kerak. Mas'uliyatni olgan odam aybdor izlamaslik kerak. Mas'uliyatni olgan inson o'zi harakat qilishi kerak. Biz uchun harakat qilish og'ir. O'shaning uchun osoni kimnidir ayblab qo'yish osonroq. Va shu bilan hayotimiz davom etyapti. Endi qarang. Nima uchun Alloh kun bilan tunni yaratdi? Biz kunduzi hamma energiyamizni, kuchimizni, quvvatimizni sarflaymiz. Kechga borib bu energiya, bu kuch, bu quvvat bizda qolmaydi. Biz uxlaymiz va yana xuddi telefon zaryad kabi biz ertalab yana o'sha kuchni quvvatga to'lib, 100% zaryadga to'lib uyg'onamiz. Endi qarang. Siz uyg'ondingiz. Bir kuningiz boshlandi. Mana bugun siz 100% quvvat bilan uyg'ondingiz. Endi hozir ozgina hayotingizga nazar soling, ortingizga bir qarang. Yoki bir kun uyg'onganda o'zingizni kuzating. Men Alloh bergan bir kunim bu bugun tarixga aylanishi mumkin. Men nimalarga sarf qilyapman? Men nima uchun ishlatyapman? Alloh menga 100% energiya berdi, 100% quvvat berdi. Bu quvvatni men nimaga sarflayapman? Biz bu quvvatni nimaga sarflaymiz? Nimaga? Ertalabdan boshlanadi bizda axborotlar. Er bilan konflikt bo'lsa, ya'ni erda ish qilib nafrat ichimizdagi mana bu to'lib ketgan kimgadir xayolimizda kim bilandir urushamiz, ovsinimiz bilan urushamiz, erimiz bilan urushamiz, qaynona, qaynotamiz bilan urushamiz, farzandlarimiz bilan urushamiz. Xayolimizda energiya уже ketdi, quvvat. Bilasizmi? Jismoniy mehnatda odam charchamaydi. Siz qanchalik ko'p jismoniy mehnat qilsa, bu bizni sog'ligimiz uchun, bizni quvvatimiz uchun juda ham foydali. Aksincha, bizni charchatadigan narsa ruhiy. Ruhiy quvvatimiz bizni energiyamizni tez so'rib oladi. Tez bizni qizil qilib qo'yadi-da, telefondan zaryadini qizil qilgan kabi tez energiyamizni oladi, ya'ni ruhiyatimiz. O'shaning uchun biz bu quvvatni nimaga sarflayapmiz? E'tibor bering. Menda ham bo'ladi. Hali 100% chiqib ketmaganman. Lekin men oldingi hayotimdan ko'ra hozir yengil yashayotganligimni his qilaman. Juda ham yengil. Meni hayotim juda ham tub burilishda o'zgargan. O'zimni o'zgartira olganman. Men o'zgargandan keyin atrofdagilar ham sekin-sekin o'zgaradi. O'lcham o'zgaradi. Endi qarang. Menda ham bor. Nima qilaman? Men quvvatimni, energiyamni mana sizda ko'rinmaganda olamda energetik maydon bor. Mana men siz telefon qilsangiz,
Mana telefon qilsangiz sim hech qanaqa sim yo'q telefonlarda. Lekin bu telefondan bu telefonga qanaqasiga aloqa o'rnatiladi? To'lqinlar bor. To'lqinlar orqali energiya boradi. Mana bu ko'rinmas, mana bu to'lqinlar orqali. Endi insonlar bilan insonlarda ham kontakti bor. Siz energetik dunyoda siz u insonga axborot yuborasiz. U axborot boradi u insonga. Siz bitta insondan nafratlanyapsizmi? Mana tasavvur qiling. Kimdan? Bir mijozim bor, ovsin deylik, ovsinidan nafratlanadi. Ya'ni ovsin, qaynonasidan yoki konfliktda bo'lib qolgan bir tashqi insondan kun uzog'i siz shundan nafratlanasiz. Tasavvur qiling. Nimaga siz qaynonalar bilan kelinlar hech ham chiqisholmaydi? Nimaga chiqisholmaydi? Chunki bizning miyamizda axborot bor. Biz kuni bilan u bilan urushamiz, tortishamiz. Bizga bir aql o'rgatsa, undan endi bizga bordimi? U insonga nafrat bordimi? Endi biz undan nafratlanib turganda bizga u inson sevgi bera olmaydi. U ham endi bizga o'sha nafratni ko'rsatadi. Aks ettirish qonuni. Oynaga qarasangiz, mana men oynaga qarayapman. Oyna meni ko'rsatyapti, boshqa birovni ko'rsatmaydi. Endi sizning ichingizda nima bo'lsa, o'sha inson ham xuddi shu narsani ko'rsatadi. Sizda fikringizda nima bo'lsa, qaynonam yomon, qaynonam meni tushunmaydi, qaynonam meni tinchimni buzadi. O'sha fikrlar bo'lsa, endi energetika to'lqin bizga ko'rinmaydi. Endi unga axborot boryapti. Endi faqat o'sha narsani u ko'rsatishni davom ettiraveradi.